Assalomu alaykum hammaga. Bugungi darsda Proteus dasturidan foydalangan holda mantiqiy elementlar sxemasini chizish va simulyatsiya qilish jarayonini ko'rib chiqamiz. Bundan oldin birinchi navbatda umuman mantiqiy elementlar haqida tushunchaga ega bo'lishimiz kerak. Mantiqiy elementlar nima? Mantiqiy elementlar ushbu mana bu ko'rinishdagi mikrosxemalarni ishlash prinsipi, ya'ni mantiqiy elementlarga asoslangan bo'ladi. Hozir sizlar bilan bir nechta sodda mantiqiy elementlarni ko'rib chiqamiz. Birinchisi mantiqiy ko'paytirish amali, ya'ni konjuksiya deyiladi. Bunda a va b sodda mulohazalar bir paytda rost bo'lgandagina rost bo'ladigan yangi murakkab mulohazani hosil qilish amali mantiqiy ko'paytirish amali hisoblanadi. Mantiqiy ko'paytirish amali a va b, a and b yoki a ko'paygan b kabi ko'rinishlarda yoziladi. Elektr sxemada ko'rib belgilanishi esa mana bu ko'rinishda. A va b kirish signallari, mana bu a va b chiqish esa mana bu chiqish vertikalda chiziqda chiqish signali hisoblanadi. Bu ham xuddi shunaqa, faqat inglizchasi and element, mantiqiy element hisoblanadi. Endi bu yerda rostlik jadvaliga e'tibor berib qaraydigan bo'lsak, biz rostlik jadvali orqali chiqishda signal bor yo'qligini aniqlaymiz. Aytaylik, a va b mikrosxemani kirish signallari deylik, kirishlari. Bunda agar kirishga 1 beradigan bo'lsak, birinchi a kirishga 1, ikkinchi b kirishga ham 1 beradigan bo'lsak, chiqishda 1 hosil bo'ladi, ya'ni ko'paytirish amalida. Chunki 1 ga 1 ni ko'paytiradigan bo'lsak, natijada 10 bo'ladi. Bu yerda 1 yoziladi. Endi aytaylik, a ga kirishiga 1 signal berdik, b kirishga esa 0, ya'ni signal bermadi. Bunda chiqishda esa signal yo'q bo'ladi. Chunki 1 ga 0 ni ko'paytiradigan bo'lsak, chiqishda ya'ni 0 bo'ladi. Agar aksincha a ga kirishga signal berib, b ga signal a ga signal bermasdan b ga signal bersak ham chiqishda 0 bo'ladi. Ya'ni 0 ga 1 ni ko'paytirsak yana 0, ya'ni chiqishda signal yo'q degan. Ikkala kirishga ham a va b ga kirishga signal bermasak, ya'ni 0 bersak, 0 ga 0 ni ko'paytiradigan bo'lsak, chiqishda 0 hosil bo'ladi. Umuman olganda ko'paytirish mantiqiy elementida asosan ikkalasiga ham, ikkala kirishga ham kirishiga signal bersakkina chiqishda signal hosil bo'ladi. Endi ushbu va mantiqiy elementini elektr sxemada ko'rib chiqadigan bo'lsak, mana bu a va b kirishlarga mos ravishda x1, x2 kaltlar to'g'ri keladi. Chiqishga esa mana bu lampochka to'g'ri keladi. Agar biz kirishga bittasiga signal bersak, lampochka yonmaydi. Ya'ni va mantiqiy elementida shunaqa edi. Ikkalasiga ham kirishga signal bersakkina chiqishda signal bo'ladi. Hozir ko'ramiz, bittasiga kirishga signal berdik, mana chiqishda signal yo'q, lampochka yongani yo'q. Ikkalasiga ham kirishga signal berganimizda esa mana ko'rib turibmiz, chiqishda signal bor. Agar ikkalasiga ham signal bermaydigan bo'lsak, chiqishda signal bo'lmaydi. Endi ikkinchi mantiqiy element, ya'ni mantiqiy qo'shish amali deyiladi, bu yerda disyunksiya. Bunda a va b mulohazalarining kamida bittasi rost bo'lganda, rost bo'ladigan yangi murakkab mulohazani hosil qilish amali mantiqiy qo'shish amali hisoblanadi. Mantiqiy qo'shish amali odatda a yoki b, a or b va a plus b kabi ko'rinishlarda yoziladi. Elektr sxemalarda belgilanishi mana bu sxematik tasvirlar keltirilgan. A yoki b, a or b ko'rinishda bo'ladi. Endi bu yerda ham xuddi shunaqa ikkita kirish, bitta chiqishni ko'rib chiqamiz. Agar mana bu rostlik jadvaliga e'tibor berib qaraydigan bo'lsak, ikkala kirishga ham, a ga ham, b ga ham, ya'ni 1 signal beradigan bo'lsak, chiqishda 1 signal hosil bo'ladi. Chunki 1 ga 1 qo'shsak 10, 1 ni yozadigan bo'lsak, chiqishda signal bor degani. Ikkinchi holatda a ga kirishga 1 signal berib, b ga 0 signal bersak ham chiqishda signal bo'ladi. Chunki 1 ga 0 ni qo'shadigan bo'lsak, 1 bo'ladi, ya'ni signal bor degan. Aksincha a ga 0 berib, b ga 1 bersak ham xuddi shunaqa. Ikkalasiga ham agar signal bermasak, ya'ni 0 bo'lsa, 0 ga 0 qo'shasak, natija 0 bo'ladi. Shuni hisobiga chiqishda signal yo'q degani. Endi buni elektr sxemada qarab chiqamiz. Mana bu a va b kirishiga mos ravishda x1, x2 kalti to'g'ri keladigan bo'lsa, bunda bitta kirishiga signal bersak ham chiqishda signal bor degani. Ya'ni bu yerda lampochka yonadi. x1 kaltga signal bersak ham lampochka yonish kerak. Mana lampochka yonyapti. x2 ga bersak ham lampochka yonaveradi. Lekin ikkalasiga ham signal bermasak, lampochka yonmaydi. Endi uchinchi mantiqiy element, ya'ni mantiqiy inkor amalini ko'rib chiqamiz. Ya'ni bu inversiya deyiladi. Bunda a mulohaza rost bo'lganda yolg'on,
yolg'on bo'lganda esa rost qiymat oladigan mulohaza hosil qilish amali mantiqiy inkor amali deb ataladi. Bunda yozilishi a emas, not a va hokazo ko'rinishlarda yoziladi. Endi mana bu sxematik tasvir keltirilgan, ya'ni emas mantiqiy elementining sxematik tasviri mana bu ko'rinishda bo'ladi. Mana bu a, bu esa a ning inkori. Bu ham xuddi shunaqa notning inkori. Ya'ni bu yerda plastik jadvaliga e'tibor berib qaraydigan bo'lsak, agar kirishga signal bermasak, chiqishda signal bor degani, kirishga signal bersak, chiqishda signal yo'q degani. Endi buni elektr sxemada ko'rib chiqadigan bo'lsak, ya'ni bu yerda kirishga signal bermaganimizda, ya'ni kalitni ulamaganimizda lampochkamiz yonib turibdi. Agar bunga signal bersak, ya'ni kalitni ulasak, chiqishda signal yo'q degani. Endi ushbu va mantiqiy elementini tranzistorlar sxema asosida ko'rib chiqamiz. Bu yerda ikkita tranzistordan iborat zanjir keltirilgan. Bu yerda A va B mos ravishda kirish signallari, mana bu yerda tranzistorda chiqish signali. Agar biz va mantiqiy elementida yuqorida aytib o'tdik, faqat bittasiga kirishga signal bersak, chiqishda signal bo'lmaydi dedik. Ikkalasiga ham signal bersakkina chiqishda signal paydo bo'ladi dedik. Endi sxema bo'yicha tushuntiradigan bo'lsak, mana bu tranzistorning bazasiga signal kelmasa, tranzistor ochilmaydi. Agar biz A ga signal beraylik, A ga signal bersak, tranzistorda bazasiga signal kelgandan keyin tranzistor ochiladi va kollektor emitter orqali zanjirdan tok oqadi. Lekin B ga signal bermasak, bu tranzistor yopiq holatda bo'lganligi uchun umumiy zanjirda tok paydo bo'lmaydi. Endi xuddi shunday B ga signal berib A ga signal bermasak ham xuddi shunaqa zanjirda tok oqmaydi, ya'ni chiqishda signal bo'lmaydi. Ikkalasiga signal bersakkina chiqishda signal bo'ladi. Ya'ni ikkalasiga beradigan bo'lsak, mana A tranzistorga, ya'ni A kirish orqali tranzistorga kirishiga kuchlanish berganimizda kollektor emitter zanjirdan tok oqadi. B ga ham kuchlanish berganimizda bu ikkinchi tranzistorda ham zanjirdan tok oqadi va natijada chiqishda signal paydo bo'ladi. Ushbu va mantiqiy element asosida ishlaydigan mikrosxemaning ko'rinishi mana bu rasmda keltirilgan. Endi ushbu va mantiqiy element asosida ishlaydigan mikrosxemaning ichki tuzilishini ko'rib chiqamiz. Bu yerda 7408 degan mikrosxema. Mikrosxemaning ichki tuzilishiga e'tibor berib qo'yadigan bo'lsak, odatda 14 ta pini bo'ladi, ya'ni oyoqchasi bo'ladi. Bu yerda biz mana bu yarim oy shaklidagi shakldan tarafdan hisoblaymiz. Pastki tarafdan raqamlarni 1 dan 7 gacha pastki tarafda bo'ladi, 8 dan 14 gacha tepa tarafdagi raqamlar bo'ladi. Bu yerda har bir 3 tasi bitta mantiqiy elementni va mantiqiy elementni tashkil qiladi. Mana bu 3 tasi ham 7 bu yerda jendi bo'ladi, 14 esa tok manbai bo'ladi, VCC bo'ladi. Endi ushbu bittasini 1 2 3, ya'ni bitta mantiqiy elementni ishlashini tushuntiradigan mana bu yerda elektr sxema bor. Ushbu elektr sxema orqali tekshirib ko'rishimiz mumkin bo'ladi. Demak, bu yerda 1 va 2 mos ravishda mana bu 1 va 2 kirish signallari, 3 esa mana bu yerda chiqish signali. Chiqish signaliga ledga qo'shimcha rezistor orqali led ulangan. Agar kirish signalini bittasiga biz signal bersak, chiqishda led yonmaydi. Chunki va mantiqiy elementida ikkalasiga ham signal bersakkina yonadi. Ikkinchisiga berib, birinchisiga bermasak ham yonmaydi. Ikkalasiga ham beradigan bo'lsak, signal 1 ga ham, 2 ga ham mana bu kalitlarni ulash orqali signal beradigan bo'lsak, mana bu ledimiz chiqishda signal bo'ladi, ya'ni ledimiz yonadi. Endi yoki mantiqiy elementini tranzistorlar sxema yordamida tushuntirib ko'ramiz. Demak, bu yerda tranzistorlar, ikkita tranzistor parallel ulangan. Bunda agar biz bittasiga signal bersak ham chiqishda signal paydo bo'ladi. Chunki yoki mantiqiy elementi bittasiga bitta kirishiga signal bo'lsa ham chiqishda signal paydo bo'ladi. Mana rost jadvaliga to'g'ri berib qaraymiz. Aytaylik, mana bu A ga signal berdik. A ga signal berdik. Mana bunga to'g'ri keladi. 1 signal berdik. B ga 0 signal berdik. A ga signal berganimizda mana bu birinchi tranzistor ochiladi va kollektor emitter zanjir orqali tok oqib o'tadi-da, mana bu yerda chiqishda signal bor degani. Agar B ga berib A ga bermasak ham xuddi shunaqa. Ya'ni ikkinchi tranzistor ochiladi va umumiy zanjir orqali tok oqadi. Ikkalasiga bersak ham ishlaydi. Ikkalasiga agar signal bermasak kirishlariga, chiqishda signal bo'lmaydi. Ushbu yoki mantiqiy element asosida ishlaydigan
mana bu mikrosxemani ko'rinishi va markasi keltirilgan. Endi ushbu yoki mantiq elementi asosida ishlaydigan SN74LS32 mikrosxemasini ichki tuzilishi keltirilgan mana bu yerda. Ushbu sxemaga e'tibor berib qaraydigan bo'lsak, bunda ham xuddi shunaqa mana bu yarim oy shaklidagi shakl tarafdan hisoblanadi. 1 dan 7 gacha pastki qismi, 8 dan 14 gacha tepa qismi. Bu yerda 14 VCC ya'ni tok manbai, 7 esa GND bo'ladi. Mana bu 1 2 3 bitta mantiqiy elementini ko'rib chiqamiz. Mana bu yerda sxemasi keltirilgan. Bu ham xuddi shunaqa 1 va 2 kirish signallari, mana bu 1 va 2. Bu yerda 1 va 2 kirish signallari va 3 chiqish signali. Bu yerda 3 chiqish signali bo'ladi. Agar biz mana bu kaltlardan bittasini ulaydigan bo'lsak, ya'ni birinchi kirishga signal bersak, chiqishda signal bo'ladi, ya'ni ledimiz yonadi. Chunki yoki mantiq elementida yuqorida ko'rib chiqdik, bittasiga signal bersak ham chiqishda signal bor degani bor hisoblanadi. Ikkalasiga bersak ham bor, lekin ikkalasiga ham signal bermasak, ya'ni kaltdan ulamasak, chiqishda signal bo'lmaydi va mana bu ledimiz yonmaydi. Endi emas mantiqiy elementini shu mikrosxemasini ko'rib chiqamiz. Bu yerda ichki tuzilishi xuddi shunaqa bo'ladi. Bu ham faqat bu yerda bitta kirish, bitta chiqish bo'ladi. Mana bu e'tibor berib qaraymiz. 1 kirish, 2 chiqish. 3 kirish, 4 chiqish. Bu yerda agar kirishga signal bermasangiz, chiqishda signal bor. Agar kirishga signal bersak esa chiqishda signal yo'q bo'ladi. Ya'ni bu yerda ham xuddi shunaqa belgilanishi 14, ya'ni VCC 14-oyoqchasi, 7-oyoqchasi esa GND hisoblanadi. Ushbu emas mantiq element asosida ishlaydigan mana bu mikrosxemani ko'rinishi keltirilgan. Endi Proteus dasturida yuqorida ko'rib chiqqan mantiq elementlarni simulyatsiya qilib ko'ramiz. Birinchi navbatda va mantiq elementini qarab chiqamiz. Demak, bu yerda ushbu mantiq elementni kutubxonaga chaqirib olish uchun end deb qidiramiz. Keyword qismiga ushbu rasmi kelib chiqadi. Buni olamiz va endi kirishga signal berish uchun logic state deb qidiramiz. Demak, mana logic state va chiqishdagi signal ko'rishni esa logic probe deb qidiramiz. Hop, endi sxemani joylashtiramiz. Xo'p, endi kirishiga signal berish uchun A kirish va B kirish uchun signal berish uchun logic state'larni joylashtiramiz va logic probe'ni chiqishni signalni ko'rish uchun joylashtiramiz. Elektr sxemani ulaymiz. Endi buni simulyatsiya qilib ko'ramiz. Demak, boshlanish holatda kirishda signal yo'q, ikkala kirishda ham shuning hisobiga chiqishda signal yo'q. Endi o'zi va mantiq elementi qanaqa ishlardi? Va mantiq elementi ikkala kirishga ham signal bersakkina chiqishda signal paydo bo'ladi. Agar bittasiga kirishga signal berib, ikkinchisiga bermaydigan bo'lsak, chiqishda signal paydo bo'lmas edi. Endi tekshirib ko'ramiz. Mana bu bitta kirishga signal berdik, haqiqatan ham chiqishda signal yo'q. Mana ikkalasiga signal bersakkina mana chiqishda signal bor. Aytaylik, bunisini o'chirib qo'ysak, ya'ni birinchisiga bermay, ikkinchisiga bersak ham baribir kirishda signal yo'q. Endi yoki mantiq elementini qarab chiqamiz. Simulyatsiyani to'xtatamiz. Bu yerda yoki mantiq elementini or deb qidiramiz. Mana bunga ham xuddi shunday logic state va logic probe'larni joylashtiramiz. Hop, sxemani ulaymiz. Endi simulyatsiya qilib ko'ramiz. Demak, yoki mantiq elementida ikkala kirishga ham signal berilmaganda, bunda ham chiqishda signal yo'q. Lekin bunda esa yoki mantiq elementida va mantiq elementidan sal boshqacharoq edi. Ya'ni kirishini bittasiga signal bersak ham chiqishda signal paydo bo'lar edi. Buni tekshirib ko'ramiz mana. Haqiqatan ham kirishiga bittasiga signal bersak ham mana chiqishida signal bor. Bunisini o'chirib ikkinchisiga bersak ham xuddi shunaqa signal bor. Ikkalasiga bersak